Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Meni uzoq kutilgan g'alaba bilan tabriklasanglar bo'ladi. Andijonda akamiz zapravkani ochishlik uchun juda ko'p vaqt ketib qoldi. Rasmiy holatdan qonuniy holatda mana o'zi zapravklarni atmini qildik. Ba'zilar ham o'chdi, mana ba'zilar o'chganlarni status ish qiluvchi degan joylarni ham ko'rsatib akamizga hop ishini tugatdik. Sababi ko'p vaqt ketdi deyishimga sabab deyarli erta bahorda bizga zaryadka bergan. Yoz o'tdi, mana kuz o'tdi, qish keldi. Kuzda tugatdik, noyabr oyida tugagan ishi. Lekin juda ko'p vaqt ketdi. Bu akamizga rahmat, bizga ishondi. Mana ishonganicha oxirigacha ishini tugatdik. Qonuniy holatda ochildi. Endi bemalol Rossiyaga borib ishlasa bo'laveradi. Xudo xolasa qonuniy holatda zapravkalarni ochishda davom etamiz. Ularda qanday muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishinglar mumkin. Agar o'zingizlar, do'stingizlarda, yaqin qarindoshingizlarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu videoda o'sha tanishlarga yuborib qo'yasizlar, bitta like bosishni esdan chiqarsa, hammaga rahmat.